Hozirgi lokatsiyamiz Toshkentning eng zo'r joylaridan bittasi. Ana Instagramda ko'rgan bo'lsanglar, eng qimmat rayon deyiladi Toshkentni, ya'ni Mirzo Ulug'bek tumani. Hozir men eski Trufel restorani mana shu katta trassagacha atigi 100 metr chiqadigan lokatsiyada 6 ta yonma-yon qurilgan kottejlar tushgan. Shuni bittasi sotuvda qolgan. Qaranglar, ko'chalari kengina, yaxshi ko'chada. Gaz, svet, suv, sentralniy kanalizatsiya, Wi-Fi hamma narsa bor bu yerda. Mana ko'rib turganlaringdek. Bu yoqqa mana akadem militsiya tomon Qorasuv yaxshi joyda. Mana shunisi sotuvda. Umumiy maydoni 2 sutik, 5 ta xona, fasadlari bitgan, ichi korobka holatida. Keling, ichkarisi bilan tanishamiz. Kirganimizda mana uyimizni fasadiga ko'zimiz tushadi. Mana shunaqa high-tech stilida, zamonaviy stilda qilingan fasadi. Mana ko'rib turganingizdek. Ikkinchi qavatda balkoni bor. Uyimizni yaxlitdagi podval qilingan. Umumiy hisobda 251 kvadrat yashash maydoni. Bu yoqda mana zeloni zona tashalgan, ko'rib turganingizdek. Tashqarida bitta hojatxona, tepalari naves qilingan, bemalol 2 ta mashina tapchan qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Orqa tomonida bitta yozgi oshxona joylashgan. Uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, uyimiz narxi startoviy 210 ming deyilyapti, yana kelishtirib beriladi. Bunaqa lokatsiyada bilasizlar, tayyor bitgan uy 500 ming, 450 ming bunaqasi. Ana endi ichkarisi bilan tanishamiz. Kirganimizda hol keladi. Studiya shaklida ham kuxnalar qilsangiz bo'ladi. Mana bu yoqda bitta katta xona tushgan. Panoramli oynalar qilingan. Bu yoqda mana umumiy sanuzel birinchi qavat uchun, bu birinchi qavatdagi yotoqxonamiz. Podvalga uy ichidan tushamiz. Orqa tomonga mana bu yoqdan chiqamiz. Mana yozgi oshxonaga joylar qilingan, tepalari naves. Mana bu yoq tomoni havo aylanib turadi. Podvalda har bir burchagiga mana shunaqa forchkalar qilingan, havo aylanib turadi. Hamma xonalarga quyosh nuri tushadi. Mana bu orqa tomoni. Uyimiz 100% pishgan g'ishtdan, sifatli xom ashyodan qurilgan, romlari ko'rib turganingizdek sifatli. Ana endi ikkinchi qavatini ham tanishtirib o'taman. Ikkinchi qavatida 3 ta xona bor. Bu yoqqa chiqqaningizda bitta xonamiz bor mana. Xohlasanglar hol qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yoqda mana bitta xonamiz. Ikkinchi qavatdan ko'rib turganingizdek plita qilingan. Xohlasangiz terrasa qolsangiz bo'ladi. Bu xonamizda mana balkonga chiqsanglar bo'ladi. Mana balkon. Mana bu yoqda ikkinchi qavatga mo'ljallangan umumiy sanuzel joy. Mana bu bitta yotoqxonamiz. Bolalar yotoqxonasi qilsanglar bo'ladi. Eslatib o'taman, umumiy maydoni 2 sutik, 251 kvadrat yashash maydoniga ega 5 ta xona, yozgi oshxonalarga joylar qilingan, pishgan g'ishtdan. Mana bu telefon raqamlariga qilasizlar, savdolasha olsanglar bo'ladi. Bu egalarining raqamlari. Videoga like bosib, bizning kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hamda mana shunaqa lokatsiyada korobka qidirganlarga mana shu uyi videosini yuborib qo'yinglar. Rahmat, salomat bo'linglar.